Dunyo hayoti haqida. Alhamdulillahi Robbil alamin. Hamdu sano mahluqotga hayot bergan, insonni dunyoga sinov uchun jo'natgan va qaytish yo'lini ochiq qoldirgan mehribon zotga bo'lsin. Salovat salom nur va hidoyat manbai bo'lgan Muhammad va uning pok ahli baytiga bo'lsin. Ey Allohning bandalari! Bu dunyo sizga ko'rinayotganidek to'liq haqiqat emas. U faqat tasvirdan iborat. Uning zohiri va botini bor. Zohiri bu ko'rib turgan tabiat, borliq, oilamiz, farzandlarimiz, mol-u mulkimiz, egallagan mansabimiz, maishat va dunyoning boshqa ne'matlaridir. Botini esa imtihondir. Inson mening hayotim shu yerda, men shu yerda qolaman deya o'ylaydi. Lekin hayot o'taveradi. Kunlar keladi va ketadi. Tana ulg'ayadi, tuproqqa aylanadi va nihoyat insonning nafsi amallari bilan yuzlashadi. Iblis sizlarni dunyo orqali aldamoqchi. Alloh bizni iblisning tuzog'idan ogohlantirdi va dunyo bashariyat uchun sinov qilib qo'yildi. Kimdir keldi, unda hidoyat topdi. Kimdir keldi va unda adashdi. Chunki dunyo qarorgoh yoki manzil emas, balki karvonsaroydir. Uning har bir ne'matining tagida sinov bor. Har bir musibatining ortida rahmatga yetaklaydigan bir eshik bor. Sen faqat jism emassan. Sen ruhsan. Sen tanaga qamalib qolgan mahbus emassan. Sen bu dunyodan o'tuvchi, tanani vosita sifatida ishlatuvchi yo'lovchisan xolos. Sen bu yerda qolish uchun emas, anglash uchun kelgansan. Lekin dunyo sening ko'zingga g'ubor soladi. Nafs esa uni sevdirib qo'yadi. Sen uning izidan yugurasan. U sendan qochadi va abadiylikdan chalg'itadi. Ey banda, sen dunyoni tark etishim kerakmi deb o'ylama. Yo'q. Dunyo tark etilmaydi. Lekin u qalbingda mustahkam qaror topmasligi shart. Chunki dunyo qo'lingda vosita bo'lsa, bu yaxshilikka. Lekin qalbingda joy olsa, unga muhabbat bersang, bu ofat. Rizq izlash man etilmagan. Lekin rizq uchun ko'rona yugurib, nafsingning ofatlariga berilib, ruhingni yo'qotib qo'yma. Bu dunyo quvonch, qayg'u ikkalasi ham mavjud bo'lgan bir sinovdir. Quvonch shukr bilan imtihondir. Musibat sabr bilan imtihondir. Agar sen har ikkisini anglab qabul qilsang, dunyo senga hukmron bo'la olmaydi. Chunki
Dunyo ustidan hukmronlik uning o'tkinchiligiga aldanmaslikdir. Insonni yiqitadigan narsa dunyoning o'zi emas. Inson qalbida joy olgan aldovdir, yolg'ondir, saxtakorlikdir. Chunki dunyo o'zidan kelmaydi. Uni sen ichingga kiritasan va uni sen qabul qilasan. Nafs uning eshigini ochadi. G'ofillik uning yo'lini kengaytiradi. Shuning uchun haqiqiy jihod tashqi dushman bilan emas, ichki nafsning o vasvasasi bilan bo'ladi. Ey Allohni qidiruvchi ruh, dunyo sendan ketadi, sen esa unga yopishib olgansan. Dunyo senga xizmatchi qilib berilgan edi. Sen esa uning quli bo'lib qolding. Sen uning ortidan yugurding, u esa seni yetilmaydigan, yetib bo'lmaydigan, erishib bo'lmaydigan orzularga boshladi. Bilib qo'ygin, dunyo ketadi, oxirat qoladi. Tana yerda qoladi, ruh o'z maqomiga qaytadi. Mol mulk qoladi, amal esa inson bilan birga boradi. Ey mo'min, o'zingdan so'ra, nima meni Allohdan uzoqlashtirmoqda? Nima ruhimni og'irlashtirmoqda? Nima qalbimni bog'lab qo'ydi? Insonning eng katta dushmani tashqarisida emas, uning ichidadir. Dunyoning domiga ilinib qolish inqirozdir. Dunyoni Robbga yaqinlashtiruvchi yo'l sifatida anglash zafardir. Shuning uchun men sizlarga aytaman, dunyoni butunlay tark etmang, lekin unga muborak qalbingizdan muhim joy ham bermang. Rizqqa noshukrlik qilmang, lekin rizqni Robb qilib ham olmang. Orzu qiling, lekin ularni Xudo qilib olmang. Hayotdan bahra oling, lekin uni abadiy deb o'ylamang. Inson hayoti nafaslar orasidek qisqadir. Inson umri yozilayotgan sahifalardir. Inson yo'li qaytishdir va qaytish faqat Allohgadir.